Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim va og'riqli mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlarning hisob varaqlaridan pul yo'qolishi, karta balansi kutilmaganda nol bo'lib qolishi. Pensiya tushgan zahoti yechib olinishi yoki bloklanishi holatlari. Bu ma'lumot har bir pensionerga, ularning farzandlariga, nabiralariga va umuman bank kartasidan foydalanadigan har bir odamga tegishli. Chunki bugun gap faqat pensiya haqida emas. Balki odamning oyma-oy kutib yashaydigan yagona daromadi xavfsizligi haqida ketmoqda. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men nima o'zgarganini, kim xavf ostida ekanini, qaysi holatda vahima qilmaslik kerakligini va pul yo'qolsa qanday aniq qadamlar tashlash kerakligini birma-bir aytaman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantiruvchi ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p odam pulini saqlab qoladi. Avval pensionerlar ko'p hollarda pensiyasini naqd pul shaklida olardi yoki bank kartasiga tushgan pulni darhol bankomatdan yechib olardi. Odamlar kartani faqat pul olish vositasi deb bilardi. Telefon ilovasi, SMS xabarnoma, internet to'lov, onlayn o'tkazma degan narsalar ko'pchilik pensionerlar uchun unchalik dolzarb emas edi. Shuning uchun xavf ham asosan bankomat yonida yoki plastik kartani boshqa odamga berib yuborganda yuzaga kelardi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Pensiyalar kartaga tushadi. Bank ilovalari orqali boshqariladi, telefon raqamiga bog'lanadi, SMS kod orqali tasdiqlanadi, ayrim to'lovlar avtomatik yechiladi, kredit yoki qarzdorlik bo'lsa, pul tushishi bilan ushlab qolinishi mumkin. Bundan tashqari firibgarlar ham ancha faol bo'lib ketdi. Ular pensionerlar ko'pincha texnologiyani yaxshi bilmasligini tushunadi va aynan shu zaif joydan foydalanadi. Natijada odam ertalab pensiya tushganini ko'radi. Kechga borib balans nol bo'lib qoladi. Ba'zan pul firibgarlar tomonidan yechiladi, ba'zan qarzdorlik uchun ushlanadi, ba'zan karta bloklanadi. Ba'zan esa odamning o'zi bilmagan holda avtomatik to'lovga ulanib qolgan bo'ladi. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Hisob varaq nollashdi degani har doim ham bank pulni olib qo'ydi degani emas. Sababni aniqlamasdan turib xulosa chiqarish xato bo'ladi. Lekin shuni ham unutmaslik kerakki, pul yo'qolganini ko'rgan zahoti vaqtni cho'zish juda xavfli. Chunki firibgarlik bo'lsa, birinchi soatlar hal qiluvchi bo'ladi. Bugun pensionerlarning kartalari ko'pincha telefon raqamiga bog'langan bo'ladi. Bank ilovasiga kirish, parolni tiklash, pul o'tkazish, to'lov qilish uchun SMS kod keladi. Firibgarlar aynan shu kodni qo'lga kiritishga urinadi. Ular o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili, ijtimoiy yordam bo'limi xodimi, prokuratura yoki soliq organi vakili sifatida tanishtirishi mumkin. Ular juda ishonchli gapiradi. Masalan, sizga qo'shimcha yordam puli chiqdi. Tasdiqlash uchun kodni ayting. Kartangiz bloklanmasligi uchun telefoningizga kelgan raqamni o'qib bering. Hisobingizdan shubhali pul yechilyapti. Biz to'xtatamiz, faqat kod kerak deb aytadi. Oddiy odam o'ylaydi. Agar u bankdan bo'lsa, u mening ismimni, kartam qaysi bankdan ekanini qanday biladi? Mana shu yerda asosiy xato boshlanadi. Firibgarlar ba'zan odamning ismi, telefon raqami, taxminiy banki, yashash hududi kabi ma'lumotlarni turli manbalardan bilib olgan bo'lishi mumkin. Bu ularning haqiqiy xodim ekanini anglatmaydi. Haqiqiy bank xodimi hech qachon SMS kodini so'ramaydi, hech qachon karta PIN kodini so'ramaydi. Hech qachon ilovadagi parolni aytishni talab qilmaydi. Agar kimdir kodni ayting desa, men buni darhol xavf belgisi deb bilaman. Yana bir o'zgarish, ko'plab pensionerlar farzandi qo'shnisi yoki tanishidan telefonimga bank ilovasini o'rnatib bering deb yordam so'raydi. Yordam berayotgan odam halol bo'lishi mumkin, lekin ayrim hollarda begona odam karta ma'lumotlarini ko'rib qoladi. Parolni bilib oladi yoki ilovani o'z telefoniga ham ulab qo'yadi. Keyin pensioner tushunmaydi. Karta o'zimda-ku, pul qanday ketdi? Karta o'zingizda bo'lsa ham ilovaga kirish boshqa odam qo'lida bo'lsa, pul chiqib ketishi mumkin. Eng avvalo, telefoniga kelgan SMS kodni boshqa odamga aytgan pensionerlar xavotir olishi kerak. Hatto u odam o'zini bank xodimi deb tanishtirgan bo'lsa ham, bu juda jiddiy xavf. Ikkinchidan, kartasini yoki karta raqamlarini suratga olib boshqa odamga yuborganlar ehtiyot bo'lish kerak. Uchinchidan, bank ilovasini kimdir o'rnatib bergan, lekin login, parol, bog'langan qurilmalar qayerda ekanini bilmaydigan pensionerlar tekshirtirish kerak. To'rtinchidan, yaqinda kredit olmagan bo'lsa ham kartasidan pul yechilganini ko'rgan odamlar darhol bankka murojaat qilishi kerak. Misol keltiraman.
Bir pensioner ayolga oyiga 1 milyon 200 ming so'm pensiya tushadi. U ertalab SMS oladi, pensiya tushdi. Oradan 20 daqiqa o'tib yana SMS keladi. 970 ming so'm onlayn to'lov uchun yechildi. Ayol hech narsa sotib olmagan. Keyin ma'lum bo'ladiki, bir kun oldin unga ijtimoiy yordam puli rasmiylashtiramiz deb qo'ng'iroq qilishgan va telefonga kelgan kodni ayttirishgan. Shu kod orqali firibgar bank ilovasiga kirgan yoki kartani onlayn to'lovga ulagan. Bu holatda ayol darhol bankka qo'ng'iroq qilib, kartani bloklatishi, ariza yozishi ichki ishlar organlariga murojaat qilishi kerak edi. Agar u ertaga boraman deb kutsa, pul boshqa hisoblar orqali tezda chiqarib yuborilishi mumkin. Yana bir misol. Pensioner erkakka 1 milyon 800 ming so'm pensiya tushadi, lekin balansda 0 so'm ko'rinadi. U darhol bank pulimni olib qo'ydi deb o'ylaydi. Tekshiruvdan keyin ma'lum bo'ladiki, unga hujjati bo'yicha hisobidan ushlab qolingan. Bu firibgarlik emas. Lekin bu holatda ham odam huquqlarini bilish kerak. Qaysi qarz, qaysi tashkilot, qaysi qaror asosida ushlab qolingani haqida ma'lumot talab qilish mumkin. Har qanday ushlab qolishning hujjatli asosi bo'lishi kerak. Odam pul ketdi, tamom deb jim qolmasligi kerak. Agar pensiya tushishi kechikayotgan bo'lsa, bu har doim hisob nollashdi degani emas. Ba'zan banklararo tizimda texnik kechikish bo'ladi. Ba'zan dam olish kuni yoki bayram kuniga to'g'ri kelgani uchun pul bir oz kechroq aks etadi. Ba'zan SMS kelmagan bo'ladi, lekin ilovada pul bor. Ba'zan bankomatda balans noto'g'ri ko'rsatishi mumkin, keyinroq yangilanadi. Shuning uchun birinchi qadam vahma emas, tekshirish bo'lishi kerak. Agar kartada pul ko'rinmasa, men avvalo 3 ta narsani tekshirishni maslahat beraman. Birinchisi, bank ilovasida operatsiyalar tarixi. U yerda pul tushganmi? Qayerga yechilganmi? Qaysi vaqtda o'tkazilganmi? Aniq ko'rinadi. Ikkinchisi, bankning rasmiy kol markazi. Telefon raqamini internetdagi tasodifiy reklamadan emas, kartaning orqa tomonidan yoki bankning rasmiy saytidan oling. Uchinchisi, bank bo'limiga pasport bilan borib, hisob varaq bo'yicha ko'chirma oling. Ko'chirma eng muhim hujjat, chunki unda pulning harakati yoziladi. Birinchi holat SMS kod orqali pul yechish, pensionerga qo'ng'iroq bo'ladi. Sizning kartangizdan kimdir pul yechmoqchi. Biz xavfsizlik bo'limidanmiz deyshadi. Odam qo'rqadi. Firibgar esa qo'rquvdan foydalanadi. Hozir telefoningizga kod boradi, shuni aytsangiz, operatsiyani bekor qilamiz deydi. Aslida esa o'sha kod operatsiyani bekor qilish uchun emas, tasdiqlash uchun bo'ladi. Odam kodni aytadi, pul ketadi. 500 ming so'm ham ketishi mumkin, 5 million so'm ham ketishi mumkin. Miqdor kartadagi mablag'ga, limitga va firibgarning imkoniyatiga bog'liq. Ikkinchi holat soxta havola. Pensionerga Telegram yoki SMS orqali pensiya ustamasi, moddiy yordam, kompensatsiya, ro'yxatdan o'ting degan havola keladi. U havolaga kiradi. Karta raqamini, amal qilish muddatini, telefon raqamini kiritadi. Keyin SMS kod keladi. Sayt tashqi ko'rinishidan rasmiyga o'xshashi mumkin, lekin aslida firibgarlarniki bo'ladi. Men bunday holatda doim aytaman. Davlat to'lovi yoki pensiya masalasida karta ma'lumotini noma'lum saytga kiritmang. Rasmiy idoralar sizdan kartaning barcha ma'lumotlarini va SMS kodni so'rab pul bermaydi. Uchinchi holat, yaqin odam orqali xavf. Bu nozik mavzu. Lekin ochiq aytish kerak. Ba'zan pulni begona firibgar emas, pensionerning atrofidagi odam yechadi. Masalan, nabira buvi internetdan doğru buyurtma qilamiz deb kartani oladi. Keyin karta ma'lumotlari telefonda qoladi. Yoki qo'shni bankomatdan pul yechib beraman deb PIN kodni bilib oladi. Keyingi safar pensioner bilmagan holda pul yechiladi. Men hech kimni asossiz ayblash tarafdori emasman, lekin moliyaviy xavfsizlikda ishonch alohida, nazorat alohida bo'lishi kerak. PIN kodni hatto yaqin odamlarga ham aytmaslik eng to'g'ri yo'l. 4-holat avtomatik to'lovlar. Ba'zi odamlar kommunal to'lov, telefon aloqa, internet, kredit obuna xizmatlariga avtomatik yechishni ulab qo'yadi. Keyin pensiya tushgan zahoti 2 ming, 100 ming, 300 ming so'm yechiladi. Odam esa pul yo'qoldi deb o'ylaydi. Bunday holatda operatsiyalar tarixida xizmat nomi ko'rinadi. Agar xizmatni o'zingiz ulamagan bo'lsangiz, bankka murojaat qilib avtomatik to'lovni o'chirish va pulni qaytarish imkoniyatini so'rash kerak. 5-holat qarzdorlik va ijro. Agar pensioner aliment, kredit, kommunal qarzdorlik, sud qarori yoki ijro hujjati bo'lsa, hisob varaqqa tushgan puldan ma'lum miqdor ushlab qolinishi mumkin. Lekin bu jarayonda ham tartib bo'lishi kerak.
qaysi hujjat asosida qancha miqdorda qaysi sanada ushlangani bilish huquqingiz bor. Agar butun pensiya nollanib qolsa, ayniqsa odam yashash uchun umuman mablag'siz qolsa, men bunday holatda darhol bankdan ko'chirma, majburiy ijro byurosidan ma'lumot va qaror nusxasini so'rashni maslahat beraman. Kerak bo'lsa, yozma ariza bilan pensiya daromadining ijtimoiy ahamiyatini ko'rsatib, ushlab qolish tartibini qayta ko'rib chiqishni talab qilish mumkin. Eng katta xavflardan biri shuki, odam kartani bloklatishdan qo'rqadi. Bloklatsam pensiyam tushmay qoladi deb o'ylaydi. Aslida karta bloklansa, ko'pincha hisob varaq yopilib ketmaydi. Hisob varaq alohida, karta alohida. Karta xavfsizlik uchun bloklanadi. Keyin bank yangi karta chiqarib beradi yoki pulni kassadan olish tartibini tushuntiradi. Agar firibgarlik xavfi bo'lsa, kartani bloklatish kechiktirilmasligi kerak. Yana bir nozik masala telefon raqamini almashtirish. Ko'p pensionerlar eski raqamini ishlatmay qo'yadi, lekin bankdagi karta hali o'sha raqamga bog'langan bo'ladi. Agar eski raqam boshqa odamga o'tib ketsa yoki SIM karta yo'qolsa, bank xabarlari va kodlar xavf ostida qolishi mumkin. Shuning uchun bankka ulangan telefon raqami doimo o'zingizning qo'lingizda bo'lishi kerak. Raqam o'zgarsa, bankka borib darhol yangilash kerak. Yana bir xato, menda ozgina pul bor, meni aldashmaydi deb o'ylash. Firibgar uchun 200 ming so'm ham pul. U bitta odamdan 200 ming, ikkinchisidan 200 ming, uchinchisidan 20 million olsa katta summa yig'iladi. Ayniqsa pensionerlarning pullari muntazam tushadi. Firibgarlar pensiya sanalarini taxmin qilishi ham mumkin. Shuning uchun pensiya tushadigan kunlarda ehtiyotkorlik 2 barobar kuchli bo'lishi kerak. Ba'zi odamlar bankdan kelgan har qanday qo'ng'iroqqa ishonadi. Bu ham xavfli. Bank nomidan qo'ng'iroq bo'lishi mumkin, lekin siz qo'ng'iroq qilayotgan odam haqiqiy xodimi yoki yo'qmi, telefon orqali aniq bila olmaysiz. Shuning uchun men doim shunday qoida qo'llayman. Agar menga bank nomidan qo'ng'iroq bo'lsa va gap pul karta, kod, parol haqida ketsa, men suhbatni to'xtataman va o'zim bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilaman. Bu oddiy, lekin juda kuchli himoya usuli. Endi eng muhim amaliy qismga o'tamiz. Agar sizning yoki ota-onangizning pensiya kartasidan pul yo'qolgan bo'lsa, birinchi qadam, kartani darhol bloklating. Bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling yoki ilova orqali bloklash imkoniyati bo'lsa, bloklang. Agar ilovaga kira olmasangiz, bank bo'limiga boring. Bu yerda vaqtni cho'zish mumkin emas. Ikkinchi qadam, operatsiyalar tarixini saqlab qo'ying. Ilovada pul qachon tushgani, qachon yechilgani, qayerga o'tkazilgani ko'rinsa, skrinshot qiling. Agar skrinshot qilishni bilmasangiz, yaqin ishonchli odamdan yordam so'rang. Lekin karta paroli va SMS kodni aytmang. Bank bo'limiga borib, hisob varaq bo'yicha rasmiy ko'chirma oling. Ko'chirmada sana, summa, operatsiya turi, qabul qiluvchi yoki xizmat nomi ko'rinishi kerak. Uchinchi qadam, bankka yozma ariza bering. Og'zaki shikoyat yetarli emas. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak: men falon sanada hisob varag'imdan falon summa mening roziligimsiz yechilganini aniqladim. Ushbu operatsiyani tekshirib berishingizni, karta va masofaviy xizmatlar xavfsizligini ta'minlashingizni, operatsiya bo'yicha ma'lumot va javob berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, pasport ma'lumotlaringizni, karta yoki hisob varaq oxirgi raqamlarni yozing. Ariza 2 nusxada bering. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib o'zingizda qoldiring. 4-qadam, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Agar SMS kodni aytgan bo'lsangiz, soxta havolaga kirgan bo'lsangiz, noma'lum shaxs qo'ng'iroq qilgan bo'lsa yoki pul noma'lum yo'nalishga ketgan bo'lsa, bu firibgarlik alomati bo'lishi mumkin. Arizaga bank ko'chirmasi, skrinshotlar, qo'ng'iroq qilgan raqam, SMSlar, Telegram yozishmalari, havola manzili bo'lsa, hammasini ilova qiling. Pulim yo'qoldi deb umumiy yozishdan ko'ra aniq sanalar, vaqtlar va summalarni yozish tekshiruv uchun foydali. 5-qadam, telefoningizni tekshirtiring. Ba'zan firibgarlar telefoningizga zararli dastur o'rnatishga undaydi yoki masofadan boshqarish ilovasini o'rnatib qo'yadi. Agar kimdir sizga shu ilovani o'rnating, men yordam beraman degan bo'lsa, darhol ehtiyot bo'ling. Telefonni bank ilovasi bilan birga mutaxassisga ko'rsating. Keraksiz ilovalarni o'chiring. Bank ilovasi parolini almashtiring. Telefon raqamingizga qo'yilgan parol va himoya sozlamalarini yangilang. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizga faqat hech kimga kod aytmang deb aytish yetarli emas.
Buni amalda birga so'zlab berish kerak. Bank SMS xabarnomasi yo'qilganmi? Ilovaga kirish paroli kuchlimi? Telefon raqami to'g'rimi? Kart to'g'rimi? Karta limiti haddan tashqari katta emasmi? Onlayn to'lovlar kerakmi yoki yo'qmi? Bularni tekshiring. Agar ota-onangiz onlayn xarid qilmasa, karta uchun internet to'lov limitini pasaytirish mumkin. Agar ular faqat pensiya olib naqdlashtirsa, xavfsizlik sozlamalarini soddaroq va qat'iyroq qilish kerak. Pensioner odam ko'pincha qo'ng'iroq qilgan odamga ishonib qoladi. Chunki u qo'pol gapirishni istamaydi. Shuning uchun oldindan oddiy qoida kelishib oling. Kimdir bankdanman desa, ota-onangiz men hozir farzandim bilan maslahatlashaman deb telefonni qo'yadi. Bu uyat emas, bu himoya. Hatto haqiqiy bank xodimi bo'lsa ham siz keyin rasmiy raqam orqali qayta bog'lanishingiz mumkin. Yana bir foydali chorani aytaman. Pensiya tushadigan asosiy kartani har joyda ishlatmaslik. Masalan, asosiy kartaga pensiya tushadi. Kundalik xarajat uchun esa alohida kichik summa o'tkaziladigan karta ishlatiladi. Shunda do'konda, internetda yoki bankomatda xavf yuzaga kelsa ham, asosiy pensiya mablag'i to'liq xavf ostida qolmaydi. Bu hamma uchun shart emas. Lekin texnologiyadan foydalana oladigan oilalar uchun juda yaxshi usul. Banka borganda pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjatni oling. Karta o'zingizda bo'lsa, kartani ham olib boring. Telefoningizni olib boring, chunki SMSlar. Bank ilovasi va qo'ng'iroqlar tarix kerak bo'lishi mumkin. Pensiya tushgani haqidagi xabar, pul yechilgani haqidagi xabar, noma'lum raqamdan kelgan qo'ng'iroqlar, soxta havollar bo'lsa hammasini ko'rsating. Bankdan hisob varaq ko'chirmasi, operatsiya tafsilotlari va arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjatni so'rang. Agar majburiy ijro byurosi yoki boshqa organ orqali pul ushlangan bo'lsa, unda bankdan faqat pul qayerga ketgan degan ma'lumotni emas, balki ijro hujjati rekvizitlarini ham so'rash kerak. Keyin tegishli ijro organiga borib qaror nusxasi, qarzdorlik miqdori, ushlab qolish tartibi va qolgan qarz summasini yozma ravishda so'rang. Agar siz bu qarzdan bexabar bo'lsangiz yoki summa noto'g'ri deb hisoblasangiz, shikoyat qilish imkoniyati bor. Birinchi qoida SMS kod hech kimga aytilmaydi. Bu qoida istisnosiz ishlaydi. Bank, pensiya bo'limi, soliq, prokuratura, tanish qarindosh hech kimga aytilmaydi. Ikkinchi qoida, PIN kod yozib qo'yilmaydi va karta bilan birga saqlanmaydi. Ko'p odam PIN kodni qog'ozga yozib kartaning yoniga solib qo'yadi. Bu juda xavfli. Uchinchi qoida, noma'lum havolaga karta ma'lumotini kiritmang. To'rtinchi qoida, bankka ulangan telefon raqamingizni nazorat qiling. Beshinchi qoida, pul tushganini bilganingizdan keyin balans va operatsiyalar tarixini tekshirishni odat qiling. Men yana bir amaliy maslahat beraman. Pensioner odam uchun karta limitlarini moslab qo'yish kerak. Masalan, bir kunda onlayn to'lov limiti juda yuqori bo'lsa, firibgar ko'proq pul chiqarib ketadi. Agar limit pastroq bo'lsa, zarar kamayadi. Bank ilovasida yoki bank bo'limida kunlik limitlar, internet to'lovlar, naqd yechish limiti, SMS xabarnoma sozlamalarini tekshirtiring. Bu mayda ishdek ko'rinadi, lekin katta pulni saqlab qolishi mumkin. Yana shuni unutmang. Bankomatdan pul olayotganda begona odam yordamiga shoshilmang. Agar bankomat kartani yutib qo'ysa yoki pul bermasa, yoningizdagi notanish odamga karta PIN kodini aytmang. Bankomatda muammo bo'lsa, kartada yozilgan bank raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bank xodimiga murojaat qiling. Bankomat yonida men yordam beraman deb yaqinlashgan odam har doim ham yordamchi bo'lmasligi mumkin. Bugun pensionerlarning hisob varaqlari nollashayotgani haqidagi gaplar o'rtada turli sabablar bor. Firibgarlik, SMS kodni aytib qo'yish, soxta havolalar, avtomatik to'lovlar, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish, telefon raqami va bank ilovasi xavfsizligidagi xatolar. Eng to'g'ri yo'l vahima qilish emas, lekin darhol harakat qilishdir. Kartani bloklatish, bankdan ko'chirma olish, yozma ariza berish, kerak bo'lsa ichki ishlar organlariga murojaat qilish va keyingi xavfsizlik choralarini kuchaytirish kerak. Men ekspert sifatida eng muhim ogohlantirishni yana bir bor takrorlayman. SMS kod, PIN kod, bank ilovasi paroli hech kimga aytilmaydi. Pul yo'qolganini ko'rsangiz, balki o'zi qaytar deb kutmang. Har bir soat muhim. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, bu videoni ularga tushuntiring. Kartalarini va telefon sozlamalarini birga tekshiring. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Pensiya kartasidan pul kutilmaganda yechilganmi? Yoki bankda tushunarsiz ushlab qolish bo'lganmi? Kommentariyada yozing. Tajribangiz boshqalarga ogohlantirish bo'lishi mumkin. Videoga like bosing,
Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish ba'zan butun oylik pensiyani saqlab qoladi.